Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan edim. Kecha streamda aytgandim, PUBG'ni optimizatsiyani chiqaraman deb aytgandim. Shortsga chiqarmoqchi edim, endi shortsga sig'madi. Katta video qilib chiqaryapman. Короче, bolalar, optimizatsiyani hozir oxirida ko'rsataman. PUBG'ni optimizatsiyasini ko'pchilik nastroykingizni ham ko'rsating, qanaqasiga siz 8 ta headshot berasiz deganlarga qaranglar bolalar. Birinchi kelib nastroyga kira olamiz. Mana shu zvuk degan narsa bor. Ikkalasi ko'ryapsan, sizlarda yonib bo'ladi. Bu nima deganlar uchun kallaga hid berasizlar-ku, mana buni. Zvukini o'chirib qo'yamiz. Bunisi ham o'chirib qo'yamiz bolalar. Keyin zvuk chiqmaydi. Lekin zaryadlarda ko'p bo'ladi. Yiqiladigan narsa bor. Nastroyga kirsanglar, mana shu narsa pik degan narsa bor. Mana shu narsa bor. O'sha sizlarda yoniq bo'ladi bolalar. Yoniq bo'lsa, qarang, yoniq bo'lsa, qila olmaysizlar. Ko'ryapsan? Mana shunaqa pik. Lekin joystikni qimlata olmaysiz. Ko'ryapsan? Joystikni qimlatsan, chapga qimlatsan, o'z avtomatik pikatdan pulni olyapti-ku. Mashina o'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'ygandan keyin sizlar pikat qila olasizlar. Qarasam, bosib turibman, joystikni ham chabunga tortyapman. Bitta joyda o'tiribdi pikat qilib. Keyin bolalar ko'pchilik ko'rolmayapti. Mana shu narsa bor, yordam berish degan narsa bor. Ko'pchilikda videosini ko'rdim-da men Instagramdan ko'ryapman, qarorchi bolalar. Mana shu narsa bor, yo'qib qo'yamiz bolalar deb aytayapti-da bolalar. Mana shu narsani o'chirib qo'yamiz bolalar. Bu ko'pchilik aytayapti, zalit zo'r bo'ladi, yonib bo'lsa. Bizdes kallaga 8 ta headshot berasiz deganlarga bu niyaz bolalar. Maslahatni o'chirib qo'yinglar. Bu konternegerlar yolg'on gapiryapti sizlarga bolalar. 100% aytyapman bolalar. Qaranglar bolalar. Yoniq bo'lsa, mana shu narsa yoniq bo'lsa, bu avtomatik PUBG'ning tomonidan ketadi. Ketlar, badanga qanaqa tegishlar, qaranglar. O'zi kallaga, mana kallaga press qilib turibman. Lekin shu kallaga avtomatik pastga tushadi. Kallaga press qilganman, avtomatik pastga, nima deydi, pastga ranjaletga tortadi, u avtomatik. O'shani bolalar mashinadan o'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'ysanglar, odam kelyaptimi? TDMda birga bir kelyaptimi? Sizlar press qilsa kallaga kurdinglar, avtomatik kallagami? Yoniq bo'lsa, bolalar, yoniq bo'lsa, kallaga press qilsa, u avtomatik ranjaletga tushib ketadi, badanga, o'qib badanga ketadi. Pikat qilsa, qaranglar, shu pikatni u ham pikat qo'yibdi. Bu ham pikat qo'yibdi. Sizlar avtomatik kallaga press qilganda, kallasi ko'rinyaptimi? Kallasiga o'tmoqchi bo'lsanglar, u avtomatik badanga beradi. O'shaning uchun sizlar qilolmaysizlar. O'shaning uchun mana shu narsani o'chirib qo'yamiz. Pastga tushsanglar bolalar. Giroskopning pastida mana shu narsa bor, bu deganlarga ko'pchilik shu bilan o'ynaydi. Mana shu narsani qaranglar. Ko'rasizlar, kichkina, mana bosib turibman. Mana shu narsada ko'pchilik o'ynolmaydi, men ham o'ynolmayman. Prosto qo'ysanglar zalut kuchayadi bolalar. Prosto men ham o'ynolmayman, prosto zalut kuchayadi. Shuni ham yo'q qo'yamiz bolalar. Keyin qiladigan narsa zvukka o'tamiz bolalar. Zvukka o'tsanglar, ko'pchilikda mana shu narsa ochgan bo'ladi. Ochgan bo'lsa, to'g'ri bu klassikda yaxshi, lekin TDMda yaxshi emas bolalar. Shakli bu ultra. Masalan, nima deydi? Siz marshrutansiz, ultraga qilgan bo'lsangiz, siz maqtani watch out. Dushman narigi tomonda dushman marshrutda yuribdi-da, qarorchi. Sizlar martamonda. Watch out. Dushman marta yuribdi. Lekin sizlarga shakl chiqadi bolalar. Sizlarga shakl chiqadi. Poligonmi shakl chiqadi.
adashib ketasizlarda bo'ladi. Ultraga qo'ysanglar, marshrutda odam bo'lsa ham, yurgan bo'lsa odam shagir chiqadi. U endi klassikda yaxshi, TDMda minus degani bo'ladi. Shuning uchun majbur marshruga qo'yib qo'yamiz. Oldingizga kelsa, Marked a location. yaqinlashsa shagir chiqadi bo'ladi. Shagir chiqadi, keyin adashib ketmasdan birga birda o'tishib olishlar mumkin. Qarang, zo'rga o'tamiz mana bolalar. Mana shu narsa nima deganlariga uchun bu nimani ovozi sizlarda full turadi. Mana bu narsa bolalar pasaytirib qo'yamiz. Bular pasaytirib videoda ma'lum bo'ladi. O'zingizlar ko'p qo'ysanglar sezasizlar-da, u videoda ma'lum bo'ladi. Yana ko'p qo'yamiz. Keyin qiladigan ishimiz qaniydi? Mana shu narsa bor. Ko'pchilik mana ko'pchilikda qizil turadi, bo'lmasam oq turadi, bo'lmasam qora turadi. Ko'pchilikda shunaqa turadi, lekin maslahatim bolalar, qora tursa, mana shu narsa. Masalan, qoradan ko'rasizlarmi? Kichkina qora bor, ko'rasizlarmi? Mana kichkina qora bor, u kattada kallaga bersanglar hech bermaydi bo'ladi. Mana shu shunga qo'yib qo'yamiz bolalar. Qaniydi? Shunga qo'yib qo'ysanglar bolalar qarang. Kichkina bo'ldi, ko'ryapsizlarmi? Hozir videoda sezilmasligi mumkin. Sizlar o'zingizlar qilsanglar sezilmasdan, ko'ryapsizlarmi? Shunga qo'yamiz bolalar. Qarang, hamma narsani qilgandan keyin videoni oxirida optimizatsiya aytaman deb sizlarga aytgandim. Videoni ham boshida ham aytgandim. Qaranglar bolalar, tepada ko'ryapsizlarmi? Qimlatyapman. Apercha degan videoda ham ko'rinishi mumkin. Mana qimlatyapman. Shunga kiramiz bolalar. Hozir menda 6 GB, sizlarda masalan 10 GB bo'lishi ham mumkin, 20 MB bo'lishi ham mumkin. Bu nima deganlarga, bu optimizatsiya bolalar. Ko'pchilik bilmaydi. Men sizlarga aytyapman, ko'pchilik bilmaydi. Men shuni TDMga kirishdan oldin shu narsani qilib keyin kiraman. Keyin birga bir o'tishganda, keyin 8ta shuni headshot berishimni sababi shu bolalar. Mana shu optimizatsiya, Paljina optimizatsiyasi. Kiramiz bolalar. Ikkinchisiga emas, birinchisiga bosamiz. Buni hamma narsani o'dirib qilib tashlaymiz bolalar. Hamma narsani o'dirib qilib tashlaymiz. Mana livik, eranger hamma narsani o'dirib tashlaymiz. Endi plastik o'ynamasanglar-da, faqat to'pga o'ynamoqchi bo'lsanglar, hamma narsani o'dirib qilamiz. Hamma narsani o'dirib qilamiz, vonni o'dirib qilamiz. Qarang, qaranglar, 2 GB o'dirib qilyapti. Namıcı kim oldu böyle? Karıcı uydalık oldu. Keyin qiladigan ishimiz bolalar. Mana shunga kiramiz. Yana qaytadan. 10 tomonga to'rsanglar, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shundan bitta mana shu narsani skachat qilib qo'yamiz. Boshqa narsani skachat qilmaymiz. Mana shu narsani, mana shu degan optimizatsiya bolalar. Mana shu ham optimizatsiya. Qilgandan keyin TDMga birontasini olib kiramizda, kallasiga 8ta fesullarni beramiz. Короче, videomiz tugadi bolalar. Ko'pchilikka video yoqqan bo'lsa, ko'pchilikni o'yini boshqacha bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketamiz bolalar. Bir narsa bolalar, yana ko'pchilik aytayapti, grafikasini ko'rsating, nima telefonni ham optimizatsiyani chiqaring deganlarga. Bu optimizatsiyani birinchi kontentni boshlaganimda pulga sotardim Telegramda. Keyin
anaqa pulga sotmoqchi edim. Endi sizlarga tekinga beraman. 3000 ta bo'lganimizdan keyin bermoqchi edim. Hozir sizlarga tekinga bermoqchiman. O'shani ham video qilib chiqaraymi, chiqarmaymanmi? Agar ha desanglar, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, chiqaraman. Agar yo'q desanglar, chiqarmayman. Grafikani ham shu videoda qilib optimizatsiyani chiqargandan keyin oxirida grafikani ham ko'rsatib chiqaman bolalar. Videomiz tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bilan bosib ketamiz.